Qashqadaryo viloyatining bittasi Ko'ktala tumanida, bittasi Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida bo'ldi. Ağalar e'tibor bering, Labo'ning elektrolaboning harakat tezligi 45 km/soat bo'lib hisoblanadi. Hozir dastlabimiz bo'lsa kichkina Yogo. Mana shu kichkina variantimiz Yogo elektromototsiklimiz Xudo xolasa Toshkent viloyati O'rikzorda ishlash uchun sotganmiz. Savdolarimiz davom etmoqda. Hozir Namangan viloyati Chust tumanida Toshkent viloyati Oqqo'rg'on To'ytepada Oqqo'rg'on degan joyni. Assalomu alaykum ağalar. Boshlagan kuningiz xayrli barakali bo'lsin. Qishning sovuq kunlarida sizni Jayhun Motors'ning skladidan ijodiy ustaxonasidan bezovta qilyapmiz. Hammaga ishlarni baraka tilagan holda navbatdagi dasturlarimizni sizga ko'rsatib, ham qo'shimcha savollaringizga javob berib o'tamiz. Navbatdagi mini labomiz ikkitasi Qashqadaryo viloyatining bittasi Ko'ktala tumanida, bittasi Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida bo'ldi. Ağalarimizga ağan texnikalar o'ng bo'lsin aytamiz. Xudo xolasa dastavkalarimizni boshlaymiz. Mashinalarimiz kelgan, marhamat ko'rsatavering. Dastavka qiladigan mashinamiz kelgan. Birinchisi, bundan keyingi dastavkalarimiz Namangan viloyati Chust tumanini, keyin Toshkent viloyati Oqqo'rg'onga To'ytepaga yetmasdan Oqqo'rg'on degan joyni Toshkentga oblasga jo'natamiz. Bugun kun davomida sizlarga shu dastavkalar haqida tushuntirib o'tamiz. Labomiz 1 tonna yuk ko'taradi. Bort razmerlari 1.8 ga 1.30 bo'ladi. Kabinkalari polniy taxlangan bo'lib hisoblanadi, ağalar. Elektronniy tablo, marhamat ko'rishingiz mumkin, elektronniy tablo, avtomat korobka, rullar, lavoda yo'q lyuklar bor, hamda bular pechkalar bo'ladi. Zadniy kameralar ham uстановка qilingan bo'ladi. Yekadan bemalol qo'ngan bo'ladi. Mening bo'yim 1.72 sm, mana bemalol araliqlari bor. Jayhun Motors kanalining kommentariyalarida juda ko'p savollar bo'lgan. Savollardan bittasi, qaysi kategoriya bilan bu mototsiklni, bu texnikani haydasa bo'ladi. Bu texnikamiz Vazirlar Mahkamasining qarori bilan A1 degan kategoriya yangi yaratilgan. Ana shu A1 kategoriya asosida yo'llarda harakatlansa bo'ladi, yoki A1 kategoriyasi yo'q bo'lsa, boshqa любой kategoriya A, B, C, D, E kategoriyalari bo'lsa ham o'sha shu kategoriya bilan harakatlansa bo'ladi. Chunki buning harakat tezligi 45 km/soatdan yuqori tezlikda harakatlanmaydi. Ağalar e'tibor bering, Labo'ning elektrolaboning harakat tezligi 45 km/soat bo'lib hisoblanadi. Hozir dastavkalarimizni qilamiz. Qani, Davronbek hayda. Yo'q, tiyib qolmadi yotirda. Borib ichkariga tushirib ber. İçinde açılan ahır o. Açıladi, haydi yürü. Taxtani qo'yaveringlar. Tek. Labomuz, bu yoqqa keng, bunoqdan ko'rsatik. Labomuz 2 xil komplektatsiyada mavjud. Hozirgi kunda 3 xil komplektatsiya edi, 1 xil komplektatsiyadan qolmadi. Lition akkumulyator qo'yilgan. Lition akkumulyatorimiz, mana ko'rishingiz mumkin. Lition akkumulyatorimiz. Akkumulyatorning narxini so'ragan ağalarimizga akkumulyatorning narxlarini quyidagi telefon nomerlar qoldiramiz. Shu telefon nomerlarga bog'lansangiz sizga javob berishadi. Akkumulyatorimizning narxi $450 dan boshlanadi. 400-450 dollar, $350 ham bor. Uning parametrlari sal kichkinaroq bo'ladi, lekin 1 yil kafolatga ega bo'ladi. Bundan tashqari gibrid qilingan bu degani yo'lda qolmaysiz, harakat davomida zaryad to'xtab qolgan paytida harakatlanib yana ketaveradi. Xudo xolasa hozir Qashqadaryoning birinchi mototsiklini yuklaymiz, Labosini. Undan keyin Chust bilan Oqdaryoni yuklaymiz. Mana bu kichkina variantimiz bo'lsa, kichkina Yogo. Mana shu kichkina variantimiz Yogo elektromototsiklimiz Xudo xolasa Toshkent viloyati O'rikzorda ishlash uchun sotganmiz. Ağalarımız skladini algan, ağalarımızga o'ng bo'lsin aytamiz. Hammaning yuk tashish bo'yicha ehtiyojini qondirishni arzu qilgan holda Jayhun Motors jamoasi harakatni boshlagan ağalar. Bizni kuzatishda davom eting. Like, komment bosishni unutmang. Har bir kommentga javob berishga harakat qilamiz. Har bir komment biz uchun muhim. Qanday kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, uni ham aytib ketsangiz, shularni o'zgartirishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling. Kuzatishda davom eting. Tek qana. Nishitdi Davronbek, nima chechdingizlar?
Ke. Hayda. To'xta, men chiqib bering. Hayda. Hayda. Ağalar mene keç boluşuna qaramasdan dastavkalarımız devam etmekte. Hazır Namangan viloyati Chust tumanida Toshkent viloyati Oqqo'rg'on To'ytepada Oqqo'rg'on degan joyna ikkita gibrid variantdagi voyanniy svetdagi labolarimizni dastavka qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Labolarimizning narxi gibrid varianti 29 million so'm, bez gibrid varianti 24 million so'm. Ikkita komplektatsiyada var. Quyidagi telefon nomerlari bilan bog'lansangiz bo'ladi. Sog'omon bo'ling, Alloh taolam ishlaringizga baraka bersin. Bizni kuzatishda davom eting. Like, podpiska, komment yozishni unutma. Davronbek, hayda, Davronbek. Ke. Ke. Esta. Hop. Bol, to'xta. Chiqib oling. Hava. Hayda. Hop. Вот. To'xta shu yerda. Endi shuni üstüne çıkartmam mı ya? Şunu üstüne çıkaramiz hozir. Xudo xolasa. Ha, direkt koyarsın. Xudo xolasa şunu tushirib turib üstüne to'g'ri mana bu mindiramizda, orqasini chechamiz. Orqasi chechgandan keyin orqasi o'tiradi, to'g'ri borib, mana bu üstüne minadi, eldingidirchak. Mana. Hozir bo'lsin. Ağa bular 29 milyon so'm gibrid varianti. Yo'q, 29 gibridi. Başta elden mindirik mi ya çeçik mi? Labodan 20 santimetr mi 30 santimetr kichkina bo'lgan. Çökeler mi? Rushnoy. Rushnoy qiladi. Kuşlar küçen neden? Rushnoy ko'tarilar. Neden yak şeyden? Moralamasa gibi. 4 g'ildirakli. Endi o'zi ham shu yerda sug'orka krasa qilamiz buni ağa. Hava. Nerede? Shu yerda ijodiy ustaxona shu yerda. Bo'lmasa videolarimiz Bandan neydi batırayım? shunday. Şimdi bir para mesela bize de rastlamoşki arzan buladı da sizler alayda sizlerin nerede? Şu için bir yere gelip tüneyin bir tahta yüklü ben dedi. Bir yere rastlamoşki etipti hemen geldi. Lugota var da. 2 tonla çıkardı lakin doladı dedi. Lugota var da. Ağlar mana ikkinchi labomuz ham xudo xolasa yuklashga tayyor. Xudo xolasa buni ham yuklab, hozir ikkitasini ham joyinab qo'yib, dastavkalarini O'zbekiston bo'yicha bepul amalga oshiramiz. Bizdan sotib olish tartibi: oldindan 10% zaklad pul to'laysiz. Uyingizga borgandan keyin qolgan pulni tekshirib, qabul qilib olganingizdan keyin shofyorga qolgan pulni to'lab bera olasiz. O'zbekiston bo'yicha bizda bepul dastavka mavjud, onlayn savdolarimiz ishlayapti. Sog'omon bo'ling, Alloh taolam ishlaringizga baraka bersin. Shu bilan bugungi videolarimizni yakunlaymiz. Xato va kamchiliklar o'tgan bo'lsa uzr so'raymiz.